Opam menga mastava qilib beradi. Shuni narsalarini olib keldik. Zelin, 3 xil. Non, bunaqa ichimliklar, 3 tagina kartoshka, aytgancha cho'mich. Menda cho'mich yo'q edi. Birinchi marta cho'michim bor endi. Bunaqa fistashka, bir dona piyoz. Uyda guruchim qolmagandi, guruch oldik. Sho'rdanak, ermakni qurdi. Keyin bu napitka menga rosa yoqdi. Vitamin C yozilgan va zo'r ekan. Sovun. Mastavani go'shtsiz qiladilar, chunki men go'shtli narsalarni uncha yoqtirmaganim uchun go'shtsiz qilib bering dedim, go'shtsiz qilib beradilar. Mana bunaqa batareyka, chunki opam bolalariga deb o'yinchoqni oldilar. Mana bu pultli samolyot. O'shanga batareyka. Jiyanlarim zakaz qildi. Pultli samolyot olib keling deb. Yana bittasiga mana pultli vertolyot. Buni ishlatib ko'raman ham. Keyin yana shu jiyanlarimga mayda-chuyda naski, paski, uyning ichiga kiyishga qanaqadir kiyimlar, qarochi shunaqa narsalar. Keyin aytgancha o'zimni dorim ham oldik.